Biz mana o'qishga kelishdan oldin $40,000 qarz bilan kelganmiz. Ustoz oldiga birinchi maslahat so'rab kelganman. Ustoz shunaqa $40,000 qarzga kirib qoldik deb, sherikchilik biznes qilgan edik, shunda shunaqa qarz bo'lib qoldik deb sherigimni ham olib kelganman. Birinchi maslahatga kelganmiz. Keyin maslahatga kelganimizdan keyin ustoz aytganlarki, bu ishni to'xtating. Agar o'sha sherigingiz agar o'qishda unaqani xohlamay turgan bo'lsa, xohlasa uni ham sherigingiz ham o'qishga olib keling. Keyin o'zgarishni nima qilamiz? U sherigim aytsam, u xohlamadi. Keyin ustoz aytdilarki, bu ishni to'xtatmasangiz yaxshilik bo'lmayapti. Chunki yana pul ketyapti-da. Haligi ish yurish kerak, yurishga yana shuncha pul kerak, yana shuncha pul kerak. Oxiri bu ishni to'xtatdik-da. Keyin biz o'zimiz haligi ustoz bitta darslarida haligi nimasi bor edi. Qarzni hech qachon o'ylamash kerak, qarzni orqaga tashlash kerak. Faqat oldiga ishga fokus qaratish kerak degan gaplari bor edi. Mana hozir 1 yil davomida shu nimalarda amalga qo'llab, mana qarzimizdan uzildik, $40,000. Keyin o'sha paytida $40,000 qarz bo'lgan paytimizda qo'limiz ishga bormasdan oylik nima daromadlarimiz $500 dan $800, $1000 gacha tushib ketdi. Bu oilaviy xarajatni ham zo'r qoplaydigan paytga kelib qolgan. Hozir mana yaqin o'rtada mana shu 1-2 oy ichida уже mana оборотlarimiz yaxshi bo'lib, joyiga kelib, hozir $8,000 dan $10,000 gacha daromad olishni boshladik. Xudo xolasa, bu ilmlarimizni mana olgan ilmlarimizni sekin qo'llash nimasidan xudo xolasa mana 5x ga ko'paytirish niyatlarimiz bor. Biz ustoz oldiga kelishdan oldin bularda ustozni katta ustozlari bor. Katta ustozimiz deb aytsak, opaqa ustozimiz deb aytadigan bo'lsak, Saidmurod Davlatovga ham biz mini master klasslarga 3 marta borganmiz. Xudo xolasa ularda ham yana haligi gadovoy, individual o'qishlarda borish niyatlarimiz bor. Xudo xolasa mana shu Oskar Agro kompaniyamizni 1 yillik daromadi $1 million ga chiqarish niyatlarimiz bor, xudo xolasa.